to'xtang, siz farzandingizga, bizning aholimiz o'zining farzandiga aholi o'z orasida madaniy dam olishda ichish ham mumkin ekanligini biladi-yu. Lekin bu yerda turib biz Yevropadan kelgan deb turib buni ichmasak, bu tadbirlarni o'tkazmasak, yana Afg'oniston bo'lamiz, kechirasiz-ku. Yana Afg'oniston bo'lamiz, kechirasiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda "Thalathatun la yukallimuhumullohu yawmal qiyamati va la yanzuru ilayhim va la yuzakkihim va lahum azabun alim" dedilar. Uch toifa borki, Alloh taolo ularga qiyomat kunida qaramaydi, ularga gapirmaydi va Alloh taolo ularni poklamaydi. Ularga alamli azob bordir. Ular zinokor bo'lgan qariya, yolg'onchi podshoh va mutakabbir bo'lgan kambag'al dedilar. Mana bu uch toifani Alloh taolo qiyomat kunida alamli azobga tashlaydi. Qaysi bir podshohga agar yolg'on gapirib, qasamlarni ichib bajarmaydigan bo'lsa, Alloh taolo uni azobga tashlaydi. Qaysi bir kambag'alki o'zi kambag'al bo'lib, qodir bo'lmasdan mutakabbirlik qiladigan bo'lsa, Alloh uni alamli azobga yo'liqtirar ekan. Va xosatan qariya bo'lib turib, qariya holida zinokor bo'lganini Alloh taolo alamli azobga tashar ekan Imom Muslim rivoyatlarida. Demakki, bir inson agarki zinoga qarigan holda tushishligi bu uning uchun kattaroq azob bo'ladi. Chunki ulamolar aytadiki, yoshligida zino qilib qo'yishligi xo'p tushunarli. Chunki u shahvatiga o'chigan shaytonning vasvasasiga elchib qo'ygan bo'ladi. Lekin qariganda Alloh taologa tayyorgarlik ko'radigan vaqtda bu zino qilishligi meni ajablantiradigan narsalardandir deyishgan. Va ulamolar bu hadisning sharhida zino qila olmasa ham, zinoga qodir bo'lmasa ham, lekin zinoga, fahshga moyil bo'ladigan chollarni ham nasibasi mana shu hadisdagi nasibiga tushadi. Chunki agar qodir bo'lganda o'sha fahsh munkar ishlarni qilgan bo'lardi deydi. Agarki bu insonning so'ziga boqadigan bo'lsak, bu insonda na millatga bo'lgan vafo va na dinga bo'lgan sadoqat va muhabbat bor. Ikkisi ham bu insonda undan nasibasi yo'qdir. Ammo shu holatda bo'lsa-da fisq va fasodni urtishiga, insonlar va yoshlar orasida bu fahsh munkari tarqalishiga bo'lgan harisligi uni mana shu hadisdan bo'lgan nasibasiga kifoya qiladi. Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu dedilar: "Inna min sharrin nasi shaykhan jahilan va imaman jairon." Insonlarning eng yomoni johil bo'lgan qariya va adolatsiz podshohdir dedilar. Va yana Alloh subhanahu va taolo oyat karimada aytadi: "Ey qarib, yoshi bir joyga yetib, deyarli bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bo'lib turgan kishi, Alloh subhanahu va taoloning so'zidan eslatma olmaysanmi? Avalam nu'ammirkum ma yatadhakkar fihi man tadhakkar va ja'akumun nadhir fadhuqu fama liz-zolimin min nasir." Sizlarga hayot dunyoda eslatma olaman degan inson eslatma olishligiga kifoya qiladigan umr berib qo'ymadikmi? Va sizlarga ogohlantiruvchilar kelmadimi? Bugungi kunlikda Alloh taoloning alamli azobini toting deyiladi. Alloh taolo bergan bu umrni ma'siyat uchun va o'ynab kulish uchun ishlatadigan bo'lsang, seni holingdan ko'ra Alloh huzurida og'irroq holat bormi? Hasan Basri rahimahulloh dedilar: "Ma aqbaha bish-shaykhil muslim ay ya'si Alloha ba'da ma kabira sinnuhu." Yosh katta bo'lgandan keyin Alloh taologa osiy bo'ladigan musulmon qariyadan ko'ra yomonrog'i, xunukrog'i yo'q dedilar. Menimcha bunday insonlarning musulmonlikdan nasibasi ham bo'lmasa kerak. Fuzoil ibn Iyoz rahimahulloh yo'lda bir insonga duch keldi. Undan so'radiki, "Yoshing nechida?" U aytdi, "Yoshim 60 da" dedi. Fuzoil ibn Iyoz unga qarata, "Anta mudu 60 sanatan tasiru ilalloh yushikan tablugha." Sen 60 yildan beri Alloh tomonga qarab ketayotgan ekansan. Tez orada Allohga yetib olasan dedi. Shunda u odam musulmon edi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Alloh taolonikimiz va Allohga qaytuvimiz deganda Fuzoil ibn Iyoz aytdilarki: "Man alima annahu lillahi abdun va annahu ilayhi rojiun falyalam annahu mawqufun va man alima annahu mawqufun falyalam annahu mas'ulun." Kimki o'zini Alloh taoloning bandasi deb biladigan bo'lsa va Allohga qaytishini biladigan bo'lsa, bas Alloh taolo huzurida voqif bo'lib turishligini ham bilsin. Kim Alloh taolo huzurida voqif bo'lib turishligini bilgan bo'lsa, Alloh taolo undan hayoti qilgan ishlari haqida so'rashligini ham bilsin dedilar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma dedilar: "Man balagha 40 sanatan falam yaghlib khayruhu sharruhu falyatajahhaz ilan nar." Kim 40 yoshga yetgan bo'lsa-yu, yaxshiligi yomonligidan ko'ra ustunroq bo'lmagan bo'lsa, ya'niki yaxshiligi yomonlik amaldan ko'p bo'lmaydigan bo'lsa, jahannam tomon o'zini tayyorlayversin dedilar. Chunki bu qarilik chog'i Alloh taologa qaytish, tavba va nadomat qilish paytidir.
sochiga oq tushgan har bir insonga uni ajali haqida xabar kelgan hisoblanadi. Va yana men savol beramanki bu insonlarga, nima millatni va davlatni rivojlantiradigan narsa pivo festivalimi yoki-da yoshlarni shunda ongini zaharlashlikmi? Agar bu munkar o'rnida qaytarilmaydigan va inkor qilinmaydigan ishga aylanib qoladigan bo'lsa, albatta bu ishni qiladigan kimsalar o'zini erkinchilikda va bemalolchilikda deb o'ylab qoladi. Natijada millatga ham, dinga ham qattiq ila zarar yetkazishadi. Qanchalagan yoshlar, qanchalagan yosh avlod internet tarmoqlarini kuzatadi va bularni ko'radi va shulardan ibrat oladimi? Yoki kelajak shunda bir nafsiga berilgan, shahvatiga o'rchib ketgan, inson erkinligi, insonni erki degan siyosat orqasida xohlagan, g'arazli maqsadini qo'zg'aydigan va shahvatga o'rchib ketgan insonlarga qoladimi? Batahqiq hargiz bu amallar aqlga ham, dinga ham to'g'ri kelmaydigan ishlardir. Siz va sizga o'xshaganlar bu millat ruhini, bu millatni aslligini, bu ummat ota-bobolarining quvvatini va kuchini, ularni dinga bo'lgan sodiqligini har qancha yo'qotishga harakat qilsa ham hech qo'llaridan kelmas. SSR davlatini ham bir paytlari bosqinchi bo'lib kelgan paytda, sizlar texnologiyani iqtisodni rivojlantirish uchun kelgan ekansizlar, marhabo deb kutib olgan va ularga o'zini uyini bir chekkasidan joy to'shab berib, xalqni chilparjim bo'lishiga ham aynan shahvatga o'rchib ketgan, nafsi sababidan arzimagan pulchaqaga o'z xalqini sotgan insonlar sababchi bo'lgan edi. Agarki bir insongaki shahvatiga erkinlik berilinsa, uni nafsiga erkinlik beriladigan bo'lsa, u o'z ota-onalarini, yaqinlarini sotishlikdan ham tab totmaydigan inson bo'ladi. Agar biz buni Yevropadan kirib kelgan deb ichmaydigan bo'lsak, biz yana afg'on davlatiga aylanib qolamiz dedingiz. Mana shu gaplaringizni ham afg'on davlati rahbarlarini yuziga tik qarab aytib bera olasizmi? Yoki ularni davrasida o'tirib shu so'zni ayta olasizmi? Yoki ular kabi chet el davlatlari bostirib kelgan vaqtda hech bir so'zlarga bo'yin egmasdan o'z millati, o'z din uchun qattiq kurashib, hech birini sig'dirmagan, hech biriga bo'yin egmagan holatda sabotda turib bera olasizmi? Agar javob yo'q bo'ladigan bo'lsa, 3-4 ta shahvatiga o'rchib ketgan odammi deb butun millatda bu fisq, fasod ishi keng yoyilishiga qonuniy tus berishga harakat qilmang. Bu yo'lda o'zboshimchalik ketmaydi. Huzayfatul Yamani radhiyallohu anhu aytadilar: agar ma'siyat pinhona, maxfiy qilib qilinadigan bo'lsa, o'sha sohibini o'zigagina zarar beradi. Ammo ma'siyat keng ommani ichida tarqatilib qilinadigan bo'lsa, u butun ummatga va butun ommaga zarar beradi dedilar. Agarki bu narsani o'zi qiladigan bo'lsa, uni ma'siyatini hech kim bilmaydi. Bilgan taqdirda ham faqat o'zigagina zarar beradi. Ammo bu kelajakka va yoshlarga va ummatga zarar beradigan amaldir.